Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Biz bugun 1-sinf tarbiya darsligidagi so'zlashish odobi mavzusi haqida suhbatlashamiz. Darsimizning umumiy 3 ta maqsadi bor. Ularning birinchisi ta'limiy maqsad. O'quvchilarga to'g'ri, odobli va hurmat bilan so'zlashish zarurligini tushuntirish. Ikkinchisi tarbiyaviy. Suhbatda ovoz ohangi, muomala madaniyatini shakllantirish. Uchinchisi rivojlantiruvchi maqsad. O'quvchilarda do'stlariga mehribonlik bilan murojaat qilish odatini shakllantirish. Darsimiz uchun kerak bo'ladigan jihozlar. 1-sinf tarbiya darsligi tarqatma kartochkalar, odobli so'zlar plakati. Darsda qo'llaniladigan metodlarimiz: tushuntirish, suhbat va savol-javob. Darsimizning borishi: tashkiliy qismga 5 daqiqa vaqt ajratdim. O'quvchilar bilan salomlashamiz, davomatni olamiz. Kirish qismiga ham 5 daqiqa vaqt ajratdim. Bunda o'qituvchi o'quvchilarga quyidagi savol bilan murojaat qilishi mumkin. Siz do'stingiz bilan gaplashayotganingizda qanaqa so'zlardan foydalanasiz? O'quvchilarimizdan bir ikkitasi savollarga javob berishadi. O'qituvchi tomonidan so'zlashishning ham odobi borligi. Agar suhbatda odobli bo'lsak, do'stlarimiz bizni hurmat qilishi aytib o'tiladi. Asosiy qism 25 daqiqadan iborat. So'zlashish odobi, so'zlashish qoidalari o'quvchilarga tushuntiriladi. Do'stimiz gapirayotganda gapini bo'lmaslik, tinglashni bilish, hurmat bilan murojaat qilish, qo'pol so'zlardan foydalanmaslik kerakligi uqtiriladi. Dilshod Rajab qalamiga mansub sehrli so'zlar she'ri o'qib beramiz. Sehrli so'zlar. Har bir gap bu so'zimiz, go'yo oyna ko'zgumiz. Aytgan har so'zimizda ko'rinamiz o'zimiz. Qanday yaxshi so'z kalom, odob boshi. Assalom, xush yoqadi hamma vaqt. Rahmat, labbay, marhamat. So'nggi so'z ham alomat. Xayr, bo'ling salomat. She'r yuzasidan savol-javob qilamiz. Assalomu alaykum, rahmat, marhamat kabi so'zlar sehrli so'zlardir. Chunki bu so'zlar har qanday odamning ko'ngliga yo'l topadi. Odamlar siz bilan suhbatlashayotganda gap so'zingizdan qanday bola ekaningizni bilib oladi. Odobli bola har bir so'zini o'ylab gapiradi. Darsligimizda bulut ichida assalomu alaykum, minnatdorman, xayrli kun, rahmat, uzr, salom arzimaydi, xayrli tong, yordamingiz uchun rahmat, xayrli oqshom, kechirasiz, o'tishga ruxsat bering, salomat bo'ling, yoqimli ishtaha, iltimos, omad tilayman kabi so'zlar berilgan. O'quvchilar o'qituvchining yordami bilan ushbu ishlarni bajaradi va quyidagi savollarga javob beradi. Bulut ichidagi so'zlar qachon ishlatiladi? Bu so'zlar bizga qanday yordam beradi? Rahmat so'zini qaysi so'zlar bilan almashtirishimiz mumkin? Kechirim so'rash uchun qaysi so'zlardan foydalanamiz? Mustahkamlash uchun 7 daqiqa vaqt ajratdim. Bunda biz o'quvchilarga savollar beramiz. Sehrli so'zlarga qaysi so'zlar kiradi? Gapni bo'lish odobdonmi? Insonlar bir-biri bilan ko'rishganda birinchi bo'lib qaysi so'zni ishlatilishadi? Yakuniy qismga ham 5 daqiqa vaqt ajratdim. Darsda faol qatnashgan o'quvchilarni yulduzchalar bilan rag'batlantiramiz. Uyga vazifa tarzida o'quvchilarga bir kun davomida rahmat so'zini necha marta ishlatishganini sanab kelishlarini berishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.